Tövəndə anlaydığınızla خوتەنلىك18ياشلىق ھۈسەنجان toğrusidagi bir guvahlık sözü. Qazaq qېرىنداشımızın ağzının özüdən anlanma. Assalamu alaikum. Assalamu qandaqraq. Men Qazaq. İsmim. Sizning YouTube'dagi kanalingizga kirdim. Qiz bo'lsangiz maqal biza ishlarni tayyorlayotgan qiz ekansiz. Shunga har qanday qizlarimni o'z millatiga senga o'xshash, sizga o'xshash kunish kerak qo'y deb o'ylayman. Men sizga bir qo'rqinchlik uchurum demoqchi. Sizga bir qo'rqinchlik uchurum demoqchi deb shu o'zining beshidan ketganlarning o'tganlarni hozir men bir kurs so'zlab bermoqchi. Hozir ko'rayotgan qarindoshlar qarab boqay, 20 necha yillab ekansizlar. Parang qo'shqash, mayaga inkaslarni yozg'ash, barmoq belgisini ustiga qarag'anni besib qo'yib, yana davomli qolmasanglar ko'pchilikka rahmat. Men sizning YouTube kanalingizga kirdim. Shuning bilan sizning ismingiz orqali tez vaqtda nimangizga akkauntingizga kirib sizga so'zlayapman. Özüm sayt bo'lgan bir ishni sizga deb bermoqchi. Shu 2010-yil 3-oylarda men Xitoylarniki nimasi bilan nima deymiz bundoq maquldim, manga bir qasd qildi. Shu qasdga uchrab ۈrۈمچىdagi Kiysan konstitutsiyaga kirib qoldim. Xitoy turmusida. Shu jarayonda men 3-oydan boshlab 5-oygacha 2 oy shu 7 voqeasiniki bolalarni shu yosh bolalar 18, 17, 16 shu atrofda men ko'rgan bolalarniki asosligi diniy zotlar, qarilar, hafizlar shundaqda. Üstünma bir bala baktı. 18 yaşta qo'tanliq. Qo'tanning qay yeriga non tuqatdimi? U bola bizga shu 3-oyning ichida, martning ichida keldi. Bizga oshpaz deb qo'yamiz. Moma tarqatadi. Shu momani bizga tarqatib berdigan odam. Yaxshi bola, imonliq. Shu bu pakiz suzuk bo'ldi. Bilimlik. Xotendagi bir boy odamning yolg'izligi. Shu vaqtga kelib qolgan taqdir shu 5-yilga. Shu odamlarning hammasi ko'chaga yurgandan ko'chaga chiqqan, lekin uni hech nima qilmagan siz aytgandek. Bizda uni shu xalq to'pasiga yipishgan yaltiroq nurlar orqali tutib Kiysan konstitutsiyaga sulab qo'ydi. U dedi bizga men tirib qolmayman, oyatliq yo'q menga. Menga 9 odamning jonini olgan jallat deb hukmni nima qilib qo'ydi menga. Dedi bir sarang o'zing ishlamagan qanday ishlaysan? Müşka sen buyurmalı son özleştirmeli jinoyatini deb biz desek şu vaqtlarda deydi. Shular uyga borgan, borib lavhudin deb qo'ydi. Shu qo'lini butun qattiq nima qilib tashlaydi, bog'lab. Shuni o'ltirib oldiga shu tekshiruvchilar, tergovchilar hammasi uyg'ur odamlar. İşte bir mıqta yo'q. Shu setilib ketgan Xitoyning qalchilari bu. Shular deydi, mana sen shu
şu 9 adamni öldürgensen sen. Baş cinayetçisin deydi. Oğlum ben iyi yapman emasın deydi. Allah kulüdü. Sen özün deysen buna. Biz sana ешқандай жаныңды қинамаймыз, өзің деп етсен, өзің қол қойып бересен. Дейді, ау, герк қылмай отырып алды. О дейді, мен өліп барсам, мен ешқандай бір бұны бойнымға алмаймын деп отырдым, шоңа мен бойным қалсам өліп кететінін білемін дейді. Соның бұны олар кетіп алды. Біраздан кейін бір 15-16 жастікі ұйғыр қызын алып келді дейді. Алып келіп көз алдымда ашының кішік тымағын, кішік қолын тымағын амбырмен жұлып алды дейді. Амбырмен жұлып алғаннан кейін ашық қан жап шыққанды, бірнемелерін бесіп қанын тоқтатты, қыз тайып қалды дейді. Әште болмайды, өліп кетмейді ғой деп отырдым дейді. Шығылып мен бір күн қарап отырдым, олар қызның тоққыз тымағын жұлып ташылады дейді. Sen muшу қызны өлтіресен, я бойныңға аласен деді дейді. Бұлар менің көз алдымда оныңдан шоң қорқынышлық бір істерді қылдығанға көзім жетті дейді. Мақұл әкеліңе қолымды қойып берейін. Мен başı 9 adamni öldürgen cinayetçi men bolay, buldu koyup birin o kızını dep. 9 tımağı yok, bir tımağı kalgan kız iş kılıp azaplanışı 9 saat. Sonda kılıp o kız tağdır kandak bulup bilmeyimiz. Bizning خوتەنلىك kişik yaş bala. Bizning jerimizde жүз ақырыста onun sot hükümü çıktı. Sot hükümü çıktı dep şu beti bizge әкелмей кетті, алып кетті. Алып кетті, ертесі де şu başka rayondan takbir to'lab kelyapti ekan. Şu atib tashladi. Mening yuragim qattiq ezilgan voqealar. Endi o yerda jiq bolalar bor, men hammasini taniyman. Ularning hikoyalari boshqa hikoyalar. Lekin mushu bir bolaning ajali shundoq ayvonlikdan kelgan. Bu bir Allah'ın közü körüp başlarga Allah bir cazasını bersin deydigan navbatchilik. Singlim, sanga g'ayratli bu shunchalik bo'lsin.